Nihoyat! Yetib keldik. Shoshganing bekor emas ekan. Endi haqiqiy sinov boshlanadi. Shunaqa yo'llarni yaxshi ko'raman. Ay, Oson ekan bu. oson bo'lsa nega qiynalyapsan? Yo'l sirpanayapti boy. Damas YouTube'dagi Mans Travelsay kanaliga obuna bo'ling. 10-mingta bo'lsak, top sxemani sizlarga ham o'rgataman. Faqat 1 oy ichida bo'lish kerak. Rahmat. Ozgina yordam kerak edi-ku. Do'stlar shuning uchun bor. Sen bo'lmasang, men qolib ketardim-ku. Vau! Bunaqasini ko'rmaganman. Bu hali boshlanishi. Mana bu aka, haqiqiy stil. Bu safar chiroyli chiqdi. Men zo'rman. To'xta. To'xta. Oxiri baribir o'zingni ko'rsatding. Bu kichkina effekt edi. Oxiri dam olyapmiz. Zo'r ekan. Yo'l ham yaxshi edi. Dam olish ham. To'xta. Men harakat qilyapmanmi? Bu dam olish emas, sirpanish. Shunaqa joy borligini bilmasdim. Ba'zi joylar faqat yo'l oxirida ochiladi. Yana och qoldim. Yana zapravkaga boramiz shekilli. Bu safar aniq muammo. Qochamizmi yoki gaplashamizmi?